Assalomu alaykum qadrdonlar. Xo'sh, men hech qayerga yo'qolib qolganim yo'q. Shu ish bilan yuribman. Teplitsaga vaqt bo'lmayapti. Aytgan radiator qo'yiladi. Bu uy sinchli uy. 100 kvadratli joyga teplitsa teplitsa pol qilyapmiz. Mana qoldirganimiz 30 santimetrdan uylar qiyshiq ekan, polni bet korobka qilib gipsokardon qilinar ekan. Shuning uchun ustalar 30 santimetr berag'dan qilinglar, biz teshib olmaylik deyishganiga shunaqa qildik. Bitta uy mana xomon bo'ladi. Alohida qildik unda. Betga boshqa uniki. Bag'i mana 14 metr teraska. O'rtadagi uyni derazasini buzib, biz трехходовой klapin bilan nasosni smestitelni o'zil qilib turib, расходомерli 10 talik kollektor o'rnatdik. Kollektorda o'zi 1.860.000 bo'ldi. Nasos bular endi har xil bo'ladi. Mana bu yerdan uyga ketgan, nimaga xommonga ketgan. Bag'i teraskani oldini 10 santimetr shag bilan qildik. Nimaga sovuq tushadi. Bu tomon uy bo'lib bekilar ekan, bag'i 15 santimetr. Mana unisi baqa bu uyga kirgan. Ikkita ochdik bunga. Katta uy. Bunisi ham ikkita ochildi. 5,5 metrlik uy, bunisi 6 metrlik uy. Buni betkalarini premomachda chiqarib qo'ydik. Aradan kirib kelgan issiq suv, sovuq suv, bu yerda batareyalar qo'yishgan ekan, tepalaridan teshib, teshiklar ishlamagan ekan. Har doimgidek hamma yog'ini yulib, maydalab boshqatdan qildik. Eng kulgili joyi mana bu joyda olib ketishgan ekan, bunaqasiga biz hozir bunday yerdan o'tkazib yubordik. Mana 3 ta uyni ham turibdi, hali ichkarisi demontaj qilganimiz yo'q. Tashqarisini qildik. Tashqari nima? Radiatordan olib keldik, 1.40 yillik panelni Toshkentskiy temir. Mana shu yerdan obratga ketgan ekan. Obratkaga mana qoplarni kiydirib qo'yishgan ekan. Qarang, podacha tomdan ketgan. Obratga mana bu kalitka fasadni buzib, mana shu yerda mana shu katta 10 santimetrli utepletildi. Mana bitta qolgan. Bu ichkari hali demontaj qilmadik, biz bitta qilib oldik. Mana shu bilan ketgan orqaga katyol. Katyolda ham 10 kilovatli katyol qo'yib qo'yishgan ekan. Mana shu ikkita xonadon, 3 ta radiatori bor. Bu yerda ikkita radiator, bu yerda bitta radiator. Narigi oshxona teplitsa pol. Shu teplitsa pol ishlab, shu yerda qishda o't chiqarishibdi, 4 tonna o't yoqishibdi. Mana shu ikkita uyga, 3 ta uyga. Xullas, hammasini olib tashladik. Mana katyol zakaz qildik. Katyolimiz ham keldi, shaxtli katyol. Bu demontaj qilinganlarda hammasidan biz hozir yig'ib boshqatdan qildik. Endi mana ular turibdi. Endi bu mana bu tomonda uyni ichini polni uzib, polni tagi bilan olib ketishimiz kerak. Podacha obratkani. Tepadan olishni iloji yo'q. Polni tagidan olib ketamiz, polni ochamiz, 1,5 metr joyini ochib, bag'dan kirgizib qo'yganmiz. Mana shu yerdan ketadi, katyol o'sha o'rnatiladi. Keyin kelajakda mana shu yerdan isigandan keyin mana yoqda 2 xona uy bor. Keyin bu tomonga ham yana xona bo'lar ekan, oshxona bo'lar ekan. Yana ikkita qo'shimcha mana 4 ta xona bo'lar ekan. Bu uchun biz mana olib kelib zaglushka qo'ydik. Mana shu joydan tushirib, yerda bilan olib o'tib, mana yoqda 2 ta radiator qo'yiladi, katta xona. Mana xona, bu yerga yana xona bo'ladi, bu yerga shunaqasiga yana ketar ekan.
Shularni hisobini olib, 100 kvadrat, ag'i 50 kvadrat, bularni ham bir 70-80 kvadrat bo'ladi. 400 kvadratni hisobini olib, endi ag'i 350 kvadrat hisobini olib 40 kilovatlik kotел zakaz qildik. O'zimiz Rishtonda Yursunali ga zakaz qildik, yasab berdi. Qolganini ish davomida yana ko'rsataman. Efirda bo'linglar. Biz ishda. Teplitsa bo'yicha maslahat kerak bo'lsa telefon qilaveringlar. Lekin men ekkanim yo'q bu yil. Faqat отопление qilyapman. Endi uylarda otopleniyasi uchun video qilmayotgandim. Endi so'rashdi shu kollektor to'g'risida. Teplopol mana bu 10 tashaganimiz terraska issiq kuchliroq bo'lishi kerak. Kollektor bu hisob kitobi bor. Kvadratiga qarab suvni nimasini naporini metdan to'g'rilab qo'ysa ham yo'q bir xil isiveradi. Bu yerda bitta vetga chiqardik. Mana на всякий пожарный случай agar manetga ikkita radiator qo'ymoqchi bo'lsalar, mana shunday chiqarsa bo'ladi podacha обратga. Bu kollektordan ishlaydi. Mana shunaqa gaplar og'aynilar. 8-kuni boshlaganmiz. Mana 9, 8, 9, 10, 11 dam oldik. Bugun kelib mana buni ham tugatdik. 4 kun ish bo'libdi. Endi stяжкаchilarni chaqirganmiz. Ustidan 4 yoki 5 sm stяжка quyiladi. Ertaga fenda olib kelsak, ular yopishtirib joyiga stяжка bo'lgandan keyin ana ustalarga gipsakardon qilgandan keyin radiatorlar joyiga qo'yamiz. Ungacha biz ertadan shu mana tomonni boshlaymiz. Polzaga kiramiz. Endi eng qiyin joyiga ketyapmiz. Hamma sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad, like bosib qo'yinglar. Shu ish kerak bo'lsa, kimgadir shu отопление qilish kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar. Telefon raqamimiz 90 277 46 64. Ismim Baxtiyorjon. Uyim Farg'onada 6-maktabning yonida, sentrda, istirohat bog'ini sal narog'ida, universitetning yonida. Rishtonda, Qozohrorda. Sog' bo'linglar. Sharifjon salom deb qo'ying hammaga. Ana sherik Sharifjon.